Amerika Xitoy bilan Rossiyaning tahdidiga qarshi harbiy xamchotini zo'r miqdorda ko'paytdi. Amerika Kengash palatasining harbiy ishlar komiteti payshanba kuni yillik harbiy xamchot qonun loyihasini ma'qullab, 2019-yillik harbiy xamchotini 716 milliard dollarga chiqardi. Reuters agentligining xabarida qayd qilinishicha, 2019-yillik davlat mudofaa huquqiy qonuni Amerikaning ikki strategiyalik raqobatchisi Xitoy bilan Rossiyaning tahdidiga taqobil turishni nishon qilgan ekan. Xabarda mazkur xamchot loyihasida savdo qoidalariga xiloflik qilishga taqobil turish, davlat mudofaa organlarining Huawei, Zhongsheng shirkatlarining mahsulotlarini ishlatishini cheklash qatorliq tadbirlarni elishga pul ajratilganligini bildirgan. Mazkur qonun loyihasida yana tor hujumiga qarshi qaytarma zarba berish, tor hujumiga zarba berishda Amerika davlat kuchining barliq qurollarini ishga solib, qarshi tarafga taqobil turish ta'kidlandi. Kengash palatasi mazkur qonunni ma'qullashdan sal avval Avam palatasi o'zining xamchot qonun loyihasini ma'qullagan edi. Har ikki qonun loyihasi Kengash va Avam palatalarida ma'qullangandan keyin birlashtirilib prezidentning tasdiqiga yo'llandi. Reuters agentligining bildirishicha, mazkur qonun loyihaning rasmiy qonunga aylanishi uchun bir qancha oy vaqt ketadi ekan. Avstraliya istixborot idorasining boshlig'i avstraliyaliklarni Xitoydan ogohlantirdi. Avstraliya istixborot idorasining boshlig'i chet elning Avstraliyaga singib kirishi va josuslik harakatlarining mislsiz saviyaga yetganligini bildirib, buning ofat xarakterlik ziyon keltirib chiqarishi mumkinligini ogohlantirdi. Avstraliya bexatarlik istixborot idorasining boshlig'i Duncan Lewis Xitoyning ismini oshkora tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin chet el axborot vositalari uning Xitoyni ko'zda tutganligini ilgari surdi. Duncan Lewis payshanba kuni Avstraliya parlamentida qilgan so'zida yana chet elning Avstraliyadagi josuslik faoliyatlari mislsiz darajaga yetganligini eskartib, ular Avstraliyaning ittifoqdoshlari, sheriklari diplomatik, iqtisodiy, harbiy jihatlardagi siyosatiga doir maxfiy uchurlarga, shundaqla yana Avstraliyaning energiya, mineral boyligi, fan texnika yangiliklariga qiziqadiganligini ta'kidladi. Duncan Lewis so'zda ogohlantirib, josuslik, ichki ishlarga qo'l tiqish, buzg'unchilik qilish, ichki qismdagi yomon niyatlik faoliyatlar davlatning manfaatiga ofat xarakterlik ziyonlarni selishi mumkin dedi. Duncan Lewis bu so'zlarni qilishdan bir qancha kun avval Avstraliyalik siyosatchi Andrew Haste Amerika Federatsiya tekshirish idorasining Avstraliyalik bir Xitoy savdogarining yuqori darajalik bir BDT amaldoriga pora berganligini bayqaganligini bildirgan. Xitoy armiyasi Korlida harbiy manevr o'tkazdi. Xitoy quruqliq armiyasining Sharq Turkistonda turishliq ishg'olchi qismlari 23-may kuni Korlida harbiy manevr o'tkazgan. Xitoy yer shari vaqti gezitining tarqatgan rasmlik xabarida manevrda tik uchar va boshqariladigan bombalarning ishga solinganligi, harbiy tik ucharlarning urush maydoniga askar tashlaganligiga doir uchurlarni bergan. Lekin manevrning konkret qaysi o'rinda o'tkazilganligi, qanchalik askar qatnashganligi va manevrning kimga qarshi elib berilganligiga doir hech qanday xabar bermagan. Mazkur manevr boshlanishidan bir qancha kun avval Janubiy Xitoy atiganlik pochta gazeti xabar tarqatib, Xitoy quruqliq armiyasining 400 nafar harbiy ofitserining Korlida uchrashganligini, ularning urush iqtidorini o'stirish mashqi va muhokamasi elib boradiganligi, uchrashishga yana Xitoy quruqliq armiyasining qo'mondoni Liu Weigo, siyosiy komissari Liu Weining qatnashganligini bildirgan. Mazkur gazetning bu vaqtdagi xabarida yana mazkur harbiy mashq va muhokamaning oriqi ko'rinishi tahlil qilinib, navbatdagi Uyg'ur vaziyati haqida ma'lumot berilgan. Xabarda Sharq Turkistonda yig'ib olish lagerlarining qurilganligi, bu lagerlarda Xitoyning Uyg'urlarni o'z madaniyatidan voz kechishga, Xitoy kompartiyasini suyishga majburlayotganligi, bu lagerlarning xalqaro kishilik huquq tashkilotlarida andishi qo'zg'ayotganligi tilga ilingan edi. Xitoy elchixonasining iftor ziyofati qattiq g'ulg'ula qo'zg'adi. Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchisi Yu Hongyang 5-oyning 24-kuni oqshom iftor ziyofati bergan. Ma'lumotlarga asoslanganda Anqaradagi Urumchi oshxonasida bergan bu iftor ziyofatiga ko'p sonda Uyg'ur o'quvchi taklif qilingan bo'lsa-mu, faqat 8 o'quvchi ishtirok qilgan. Uyg'ur o'quvchilarning oz keldiganligini bayqagan Xitoy elchixonasi darhol safarbarlik qilib, Anqarada turishliq Xitoy shirkatlarida ishlayotgan Xitoy va Tunganlarni ziyofatga taklif qilgan. İftarga qatnashganlarning aytishicha 40 atrofida Xitoy va Tungan va 8 Uyg'ur ishtirok qilgan.
İftar ziyofatida ochilish nutqi so'zlagan Xitoy elchisi Yu Hongyang nomus qilmasdan Ramazon oyining musulmonlar uchun bo'lgan ahamiyati, xosiyatlari haqida to'xtalgandan keyin Turkiyada davlat raislik saylimi bilan parlament a'zolari saylimining yiqilishib qolganligini, ba'zi siyosiy partiyalarning o'z manfaati uchun Xinjiang masalasini o'ttirg'a tashlab foydalanishga tirishadiganligini, o'quvchilarni Turkiyadagi siyosiy partiyalarning yig'ilishlariga qatnashmaslikqa hushyor bo'lishga chaqirgan. Arqadan Turkiya davlatlik radio va televiziya idorasida ishlayotgan Zaynash Ismoil so'z qilgan. U so'zda o'zining Uyg'ur diyoridan kelganligini, garchi turk fuqaroligiga o'tgan bo'lsa-mu, qalbining Xitoyda ekanligini bayon qilgan. Erkin Asiya muxbiri uningga telefon qilib, Uyg'ur diyorida Xitoy diniy ibodatni cheklagan bundoq bir kunda Xitoy elchixonasining iftor ziyofatiga nemishqa qatnashdingiz deb so'raganida, u o'zining qatnashib so'z qilganligini, ammo bu vaqtda yuz turani ko'rishganda ma'lumot berdiganligini ilgari surib, telefonini etib olgan. Muxbirning Xitoy elchixonasining iftor ziyofatiga qatnashibsiz, qandoq o'tdi degan savoliga u yaxshi o'tdi deb javob bergan. Siz so'zlabsiz, nimalarni anglatdingiz degan savoliga Zaynash Ismoil Ramazonni anglatdim deb javob bergan. Sharq Turkistonda Uyg'ur va qozoqlardan bo'lib 1 milliondan ko'proq kishi jazo lagerlarida siz bu yerda Xitoyning ziyofatiga qatnashishingiz to'g'rimi deb so'raganida, qozoq millatidan bo'lgan Zaynash Ismoil yuz turani ko'rishganda deyshayli deb telefonini etib o'tgan. Xitoy elchixonasi o'rinlashtirgan ko'z bo'yamchilik iftor ziyofatiga ishtirok qilgan Anqaradagi G'azi universiteti o'quvchisi Margiya va Anqara Hojattepa universiteti o'quvchisi Faik qatorliqlarmi bu iftorga nima uchun borganligi so'ralganda, ota-onamizga vatanda foydasi bo'lamdikin deb qatnashdik deb javob berishgan. Xitoy elchixonasi burun Chag'an, Yangi yil va Xitoy davlat bayramida Uyg'ur o'quvchilariga ziyofat beradi. Uyg'urlar misli ko'rilmagan diniy va milliy besimga uchrayotgan bugungi kunda Uyg'ur o'quvchilariga tunji qatim iftor ziyofati berish orqali o'zining vatanda elib berayotgan vahshiy bosqinchilik siyosatini yepishga uringan Xitoyga ko'p sondagi o'quvchilarimiz qat'iy maydonini bildirib qatnashmagan bo'lsa-mu, yanada manqurtlashgan, o'zidan boshqani o'ylamaydigan oz sondagi ahmoq o'quvchilar Xitoyning siyosatiga usul o'ynagan bo'ldi. İjtimoiy uchurlarda tarqalgan rasmlarning orqadan butun dunyodagi xalqimiz taraf-tarafdan atalmış bahonalarning orqasiga o'tib olib, o'zini oqlashga urinmoqchi bo'lgan 35 million xalqiga xiyonat qilgan oz sondagi bu o'quvchilarga qattiq noroziligini bildirgan bo'lsa, nomus qilmasdan qonxo'r Xitoyga eshiklarini ochgan va uningga dasturxon solgan Anqaradagi Urumchi restorani xo'jayinini qattiq aybladi va har qanday Uyg'urning bu oshxonaga yo'lamasligini talab qilib, ko'pligan inkoslarda bo'ldi. Muborak Ramazon oyi kirishi bilan xayri suyarlar musobaqaga tushdi. Muborak Ramazon oyi kirishi bilan xayrlik ishlar uchun elinayotgan qadamlar texmi tezlashmoqda. Muborak oyda iqtisodiy jihatdan qiyinchiligi bo'lgan yetim, tul va ehtiyoji bo'lgan oilalar o'quvchilarga qilinadigan yordam uchun har qaysi jamiyat va tashkilotlar yang turib, xayri ihson qilishda va vasila bo'lishda musobaqaga tushmoqda. Yillardan beri uzildirmay yordam xizmati qilayotgan va qilinishiga vasila bo'lib kelayotgan Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bilan yangidan qurilib rasmiylashgan Sharq Turkiston Nozugum kultur va oila jamiyati bir tarafdan burun va yangidan tizimlatilgan ehtiyoj egalarining jadvallarini ratlagan bo'lsa, yana bir tarafdan Turkiyadagi IHH insoniy yordam vaqfi, Deniz Feneri Cemiyeti, İslam Birliği Teşkilatı qatorliq har qaysi ommaviy tashkilotlar bilan aloqa qilib, Istanbulning har qaysi rayonlaridagi ehtiyojli qarindoshlarga Ramazonlik oshliq yordam qildi. Ramazon kirgandan buyon hozirgacha 3000 sandiqdan ko'proq yordam ashyosi, 150 yeshik xurmo va ko'p sonda un, may, guruch, go'sht qatorliqlar muhtojlarga yetkazildi. Nuzugum yetim bolalar fondi jamiyatidan iqtisodiy yordam elayotgan bolalarning muqim soni 162 ga yetgan bo'lib, bu oy to'plam 18490 lira oylik yordam pul tarqatildi. Uy kirasi qiyinchiligi va dori elish ehtiyoji bo'lgan qarindoshlarga iqtisod egasi bo'lgan xayri suyar qarindoshlar orqali ko'plagan oilalarning qiyinchiligi hal qilindi. Ma'rif jamiyati va Nozugum jamiyati yetimlarni kiyindirish, ularni ma'naviy jihatdan qo'llash va yangidan tizimlikka elingan yetim va ehtiyoj egasi farzandlarimizga iqtisodiy yordam qilish imkoniga ega bo'lish uchun jiddiy shaklda ko'p taraflamalik xizmatni qanot yaydirmoqda va xayri suyar qarindoshlarning buningdan burun bu xizmatga aktiv yordam qilib moslashganidek, bundan keyinmi hamdamda bo'lishini talab qildi.
Pakistan'a Atak tik uçarı setip beriş kelişimi imzalandı. Türkiye Avasiya ve Alem Sanayeti şirketi TUSAŞ TAY, Türkiye armiyasının hücumchi tik uçar ihtiyacını hal qilish maqsadida yasab chiqqan Atak tik uçarı öz muvaffaqiyatiga eksportni qo'shdi. Türkiye Avaz Radiosi xabarida bildirilishicha, Türkiye armiyasi ve qurolli saqchi qism qo'mondonlik markaziga tabi qismlarga 2015 yildan hozirgacha jami 35 tane Atak topshirilgan bo'lib, bular terrorlikqa qarshi harbiy harakatlarda muhim vazifalarni ustiga elib kelmoqda. Davlat mudofaa sanoatidagi milliy va o'z alohidaligiga ega ishlab chiqarish shaklining eng diqqat qo'zg'aydigan mahsulotlari orasidan o'rin olgan Atak tik uçarı namoyon qilgan yuqori iqtidori bilan boshqalarni o'ziga jalb qildi. Pokiston bilan Atak tik uçarı ustida davomlashayotgan suhbatlar oxiri natija berdi. Pokiston bilan 30 dona Atak setish kelishimi imzolandi. Pokistonda bir qator sinoqlardan muvaffaqiyatli holda o'tgan Atak tik uçarı 23 mart Pokiston davlat bayramiga qatnashib, tabriklash faoliyatlarida uchish numari ko'rsatgan edi. Qisqa musofirlik havo harakatlari uchun 76 gacha raketamyot o'qi va 500 pay o'qliq 20 mm zambirak bilan qurollangan Atak tik uçarıga ko'p maqsadlik vazifalarga muvofiq 8 dona tankiga qarshi boshqariladigan bomba, 16 dona lazer nurliq boshqariladigan bomba, 8 dona havodan havoga qo'yib beriladigan boshqariladigan bomba va eng ilg'or elektronlik sistema uskunalari o'rnatilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Ironga yangi embargolarni yurgizish to'g'riliq qaror chiqardi. Amerika Qo'shma Shtatlari qora tizimlikdagi Ironning havo yo'llari shirkatlarining terrorlik tashkilotlarini Amerikada ishlangan uskunalar bilan ta'minlaganligi tufayli 9 kishi va shirkatga embargo yurgizish to'g'riliq qaror chiqardi. Türkiye Avaz Radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Xazina ishlari ministrligi tomonidan bu haqda e'lon qilingan yozim bayonotda eskartilishicha, Mahan, Kaspian, Maraj va Poya qatorliq Ironning havo yo'llari shirkatlari terrorlik tashkilotlarini Amerikada ishlangan uskunlar bilan ta'minlaganligi ilgari surilib, 3 kishi va 9 shirkat embargo yurgizilganlar tizimligiga kirgizildi. Buningdan boshqa yana embargo yurgizilganlar tizimligidagi Iron havo yo'llari shirkatiga oid 31 aeroplanga mulozimat qilgan yoki qo'nishiga ruxsat berganlarning Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan jazo yurgizilganligi to'g'riliq ogohlantirish berildi. Amerika Qo'shma Shtatlari embargo yurgizayotgan Iron havo yo'llari shirkatlarining terrorlik tashkiloti Hizbullah bilan Bashar Asad hokimiyatiga qurol-yarog', jangchi va iqtisodiy jihatdan yordam berganligi ilgari surilgan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari Xazina ishlari ministri Steven Mnuchinning bunu so'zlariga o'rin berildi. Dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlar va shirkatlar Iron tarafidan rayonga terrorizm eksport qilish uchun ishlatiladigan havo yo'llari shirkatlarining aeroplanlariga qo'nish ruxsati berish va aviatsiya mulozimatlari bilan ta'minlashning og'ir oqibatlarini nazarga olishlari kerak. Mazkur havo yo'llari shirkatlarining Amerikada ishlangan uskunlarni qo'lga keltirish uchun aldamchilik qilishi Iron hukumatining o'z mavjudiyatini saqlab qolish maqsadida qanday hiyla-mekrlarni ishlatadiganligiga faqatli bir misol xolos.